Assalomu alaykum aziz do'stlar, BIMchilar. BIMni targ'ibotini yana davom etamiz. Bugun biz sizlar bilan shu BIMni yetuklik darajalari bor, shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, BIMni yetuklik darajalari nima? Birinchi shuni aniqlab olamiz. Keyin BIM eng ko'p tarqalgan darajalari, ya'ni davlatlar miqyosida qanday tarqalgan, shularni ko'rib chiqamiz. Keyin BIMni joriy etilganligi, bu ham davlatlar solishtiruvida ko'rib chiqamiz. Va oxirida BIMni joriy etish omillarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu videomizni ko'rishdan oldin sizlardan bitta iltimos qilib qolaman. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va shu videomiz ostida biron bir izoh qoldirsangiz, agar savol bo'lsa yanada yaxshi, BIMni targ'iboti uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Xo'p, BIMni yetuklik darajalari aslida nima degani? Bu darajalar loyihada ma'lumot almashinuvi va raqamli hamkorlikdan qanday foydalanish darajasini ko'rsatib beradi. Bu yetuklik darajalari aslida Britaniya standartidan kelib chiqqan, keyinchalik xalqaro standart 19650 da aks ettirilgan. Bu ISO 19650 standarti shu qurilish obyektini butun hayotiy sikli davomida BIMdan foydalangan holda axborotlarni boshqarish standartlar to'plami va unda shu BIM yetuklik darajasi ham qanday bo'lishi kerakligi ko'rsatilgan. BIM yetuklik darajasi shu loyiha ishtirokchilarini axborot modellash jarayonlari qanchalik samarali tashkil qilingani, ma'lumot almashinuvi va o'zaro hamkorlik, ya'ni kollaboratsiya bir-biri bilan almashish darajasini ko'rsatib beradi. Xo'p, BIM yetuklik darajasi qanday kriteriyalar bo'yicha farqlanadi? Birinchi shu yetuklikda o'zini ko'rsatiladi. Unda formatlar bo'ladi va shu darajada qanday instrumentlardan foydalanish ko'rsatiladi. Xo'p, yetuklikning birinchi darajasi bu 0-daraja. Unda biz shu AutoCAD, oddiy CADdan foydalanamiz. Ya'ni 2D, ya'ni ploskiy formatdan foydalanamiz. Chizmalarni biz chiqarish jarayonida bir-birimizga bog'lanish qanday bo'ladi? Asosan pochta yoki Telegram orqali, ya'ni hech qanday yagona muhit bo'lmaydi, almashish, kollaboratsiya bo'lmaydi. Va biz instrumentlar shu bir-birimizga qog'oz yoki DVG yoki PDF formatlardan foydalangan holda bir-birimiz bilan ma'lumot alishamiz. Keyingi daraja bu birinchi daraja deyiladi. Bunda qisman 2D, qisman 3D, ya'ni tashkilotni ma'lum bir qismi 2D dan foydalanadi, AutoCADdan foydalanadi, ma'lum bir qismi Revitdan foydalanib chizmalar chiqarish mumkin. Masalan, arxitektorlar Revitdan foydalanadi, qolgan loyihachilar AutoCADdan foydalanishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda ham hozir Revitga o'tish jarayonida ba'zi bir loyihachilar Revitda ishlashi mumkin, ba'zi biri AutoCADda ishlashi mumkin. Lekin birinchi darajani ko'rsatuvchi asosiy kriteriyalardan biri bu, ya'ni yagona muhitni CDEni Common Data Environment bo'lishligi, ya'ni ma'lumot alishi ma'lum bir muhit orqali bo'ladi. Bitta ma'lumot alishishimizda biz PDF, DVG yoki boshqa formatlardan foydalanishimiz mumkin. Shu yagona muhitni faqat alish uchun ishlatamiz xolos. Bir-birimizga ma'lumot berish uchun ishlatamiz xolos. Bu darajaning yana bitta kriteriyasi fayllarning nomlanishi, papkalarning strukturasi ma'lum bir standart asosida bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi darajaga o'tsak, keyingi daraja bu ikkinchi daraja. Bu darajaga aslida hamma loyiha tashkilotlari intilishi kerak. Bu darajada to'liq 3D da qilingan loyihalar va ular hammasi informatsion model bo'lishi kerak va bu darajada o'zini yagona muhiti, ruschasiga средообщих данных, qisqartmasi SOD bo'ladi. Bu so'zlar sizlar uchun tushunarsiz bo'lsa, darslarimizni kuzatishda davom eting. Albatta bular haqida batafsil video qilishga harakat qilamiz. Hozircha yetuklikka qaytib turamiz. Xo'p, bu ikkinchi darajada albatta 4D va 5D lar ham qo'shilgan bo'lishi kerak. Ya'ni plan grafik va narxlar ham, smetalar ham bo'lishi kerak. Xullas, to'liq joriy qilingan BIM bo'lishi kerak. Lekin bu darajadan ham yuqori daraja bor. Bu 3-daraja. Buni shuni aytish mumkinki, bu orzu. 3-daraja qanday daraja? Bu loyihamizni butun hayotiy sikli davomida bitta yagona modelda ishlashi. Nafaqat loyiha jarayonida, balki qurilish jarayonida ham, ekspluatatsiya jarayonida ham yagona modelda. Yagona model ham qanday? Masalan, biz hozir Google Docs'ni bilamiz. Google Docs'da biz onlayn kim xohlasa, kim o'zgartirsa ko'rib tura olamiz. Necha kishi kirib o'zgartira olsa, necha kishiga dostуп bo'lsa, biz shu o'zgartirgan narsani o'sha zahoti ko'ramiz. Ya'ni yagona modelda ishlaymiz. To'g'ri, bu hali qurilish jarayoniga kirib kirmagan,
balki kirib kelmasligi ham mumkin. Chunki qurilishda obyektlari o'zlaring bilasizlar, qurilish jarayonidagi obyektlarni hajmi katta bo'ladi va uni yagona veb interfeys orqali boshqarish qiyin bo'lishi tabiiy. Shuning uchun bu 3-darajaga hali yetamizmi yo'qmi, bu daraja amalga oshadimi, bu noma'lum. Lekin standartda bu daraja haqida shunaqa ma'lumotlar berilgan. Bu darajaning nomi to'liq integratsiya qilingan iBeam deyiladi. Ya'ni real vaqtda real o'zgarishlarni shu yagona model orqali bir vaqtda ko'ra olish imkoniyati bo'lishi kerak. Bu 3-darajada. Mana darajalar bilan tanishib oldik. Endi siz o'zingiz tashkilotingiz qaysi darajadaligini bilasiz. Izohlarda sizni tashkilotingiz qaysi darajadaligini va nimaga shu darajadaligini qoldirishingiz mumkin va birgalikda biz buni muhokama qilib ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan biz O'zbekistonda qaysi daraja ko'pligini aniqlashtirish imkonimiz bo'ladi. Albatta, izohlarda qoldiring darajani. Shu darajalarni biz davlatlar miqyosida hozir ko'rib chiqamiz. Masalan, statistikada bo'yicha davlatlar bo'yicha masalan Xorvatiya 0-darajada ekan. Polsha bilan Avstraliya ko'proq 1-daraja rivojlangan ekan. Rivojlangan davlatlar Fransiya, Germaniya 2-darajada ekan. Va shu BIMni joriy etish bo'yicha eng oldinlardan bo'lgan, BIM bo'yicha standartlarni joriy qilgan London Olimpiadasida 16-yilda BIMdan foydalanish va uchun standartlar yozgan Buyuk Britaniya shu aniqlanishicha 2,5 ya'ni 2 bilan 3-darajani o'rtasida ekan. O'zimning fikrimcha Rossiya bu 1,5 darajada, ko'proq ularda ham 1-daraja yoki 0-daraja tashkilotlari ham ko'p, lekin rivojlanganlari ham ko'p. Shu meni fikrimcha Rossiya shu 1,5 daraja. To'g'ri, ularda 2 dan ham yuqori darajaga chiqqanlar bor. O'zini muhiti, yagona muhiti bor, o'zini avtomatlashtirilgan sistemalari, shu bulutlar orqali informatsiya alishadigan tashkilotlari ham bor, lekin baribir uncha rivojlanmaganlari ham bor. Xo'p, yaqin qo'shnilarimizni olsak, masalan, Qozog'iston statistika bo'yicha ularda ham 0-daraja ko'p, lekin ularni ma'lum bir standartlari joriy qilishgani uchun keyingi slaydda ko'rib chiqamiz. Meni bilishimcha o'rtacha ularda shu 1-daraja ko'p. Yarmi 2da, yarmi 3da chizadiganlar ko'p. Yagona muhitda ishlatishadi. U ham ma'lum bir standartlar asosida emas. Lekin zo'r rivojlanganlari ham bor. Yagona muhiti bor, o'zini avtomatlashtirish sistemalari bor. Ular ham masalan 2 dan yuqoriroq darajada bo'lsa kerak. Va O'zbekiston meni o'ylashimcha 0-daraja. Izohlarda nechinchi daraja deb qoldirgandilar. Agar statistikani yig'ib chiqsak, menimcha shu 0-darajada bo'lsak kerak. To'g'ri, bizda hozirgi masalan Toshkentda 1-daraja bor, yarmi 2da, yarmi 3da ishlaydi. Lekin u ham to'liq 1-daraja emasda. Masalan, sot, yagona muhit ishlatmaydi ko'pchilik. Va u ham yagona muhitda ham ma'lum bir standart asosida ishlatish kerak. Endi 2-darajani-ku gapirmayman. Menimcha bizda 2-darajani mahalliy loyiha tashkiloti, 2-darajadagi mahalliy loyiha tashkiloti yo'q. Xo'p, bu 2-darajaga intilish kerak deyapmiz. Bu darajalarga intilish uchun nimalar qilish kerak? Bu darajalarga intilish uchun davlatlar miqyosida nimalar qilingan? Masalan, BIMni majburiy qilingan va majburiy qilingandan keyin yoki qilinmay turib ham qurilish tashkilotlarini necha foizi BIMni ishlatadi? Shu statistikani ko'rib chiqsak, masalan, Buyuk Britaniya 2016-yildan keyin byudjet loyihalari uchun, ya'ni davlat loyihalari uchun BIMni majburiy qilgan va BIM ishlatuvchi qurilish kompaniyalarining foizi 73% ekan. Undan keyin Germaniya 2017-yildan 100 millionli loyihalar, ya'ni 100 milliondan tepa loyihalar uchun BIM majburiy qilingan va BIMni ishlatuvchi qurilish kompaniyalarining foizi 70% ekan. Undan keyin Fransiya 22-yil 1-yanvardan BIM majburiy qilinganmish va qurilish kompaniyalarini BIMni ishlatish foizi ko'chmas mulkda 35% ekan. Boshqa qurilish kompaniyalarida 50-60% miqyosida ekan. Rossiyada BIMda majburiyligi davlat loyihalari uchun, davlat zakazlari uchun 1-mart 20-yildan ekan. Bu yerda 12% ko'rsatilyapti. Aslida bu 12% uncha to'liq emas, ya'ni qurilish tashkilotlari bu yerda
bilishimcha qurilish anjomlari, ya'ni qurilish tovarlarini ishlab chiqaruvchilarni o'rtasida ham o'tkazilganligi sababli mani bilishimcha bu foiz o'shaning uchun tushib ketgan. Xo'p, yana BIM joriy qilingan davlatlardan biri bu Avstriya. 18-20 yillarda jamoat binolarini nazorati uchun BIM majburiy bo'lgan va Avstriyada qurilish kompaniyalarini 20% BIMdan foydalanar ekan. Undan keyin Polsha ular 30-yildan shu davlat loyihalari uchun ishlatishmoqchi va bularda 43% loyiha tashkilotlari va 9% quruvchilar BIMni ishlatarmish. Qozog'istonda shu 2023-2025 ya'ni texnologik qiyin obyektlar uchun BIMni ishlatish majburiy qilinyapti va bu yerda 48% tashkilotlar, ya'ni qurilish tashkilotlari BIMni ishlatadi deb ko'rsatilgan. Aslida menimcha shu foiz to'liq holatni ko'rsatmaydi. Mani o'ylashimcha Rossiyadan farqli o'laroq bu yerda pastroq bo'lib menimcha. Nimaga desam, bu so'rovni qilgan tashkilot o'zi loyiha tashkilotlariga asosan jo'natgan. Balki noto'g'ri o'ylayotgandirman, lekin juda ko'p ko'rsatilgan. Xo'p, O'zbekistonda qanday deb o'ylaysizlar bu holat? Bizda majburiy talablar bormi? Masalan, Qozog'istonga solishtirsak, kimga solishtiramiz boshqa? Qozog'istonga solishtiramizda. Qozog'istonda masalan o'zini standartlari joriy qilingan. BIMni masalan ular TIMSO deb ataydi. Texnologiya informatsionного моделирования строительных объектов. Rossiyada TIM deyiladi. Ya'ni bu davlatlar shu BIMni aktiv rivojlantirish uchun bu davlatlar o'zlarida shu standartlar qilingan, ya'ni xalqaro standartlarni o'zlariga adaptatsiya qilishgan. Pilotniy proyektlar qilingan. Ya'ni BIMni aktiv targ'iboti ketyapti bu yerda. Bizda afsuski bu jarayon bu darajada rivojlanmagan. O'zimizni majburiy talablarimiz yo'q. Qancha qurilish kompaniyalari BIMni ishlatadi, bu ham noma'lum. Balki so'rov o'tkazib ko'rarmiz. Balki izohlardan foydalanib topib qolamiz. Hammasi o'zimizni qo'limizda. BIMni targ'ibotini davom etamiz. Zero bu kelajak, zero bu to'g'ri ishlash. Sizlar ham shu BIMni targ'ibotida ishtirok etishingiz mumkin. Odatdagidek shu videomiz ostida izoh qoldirib, like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qolishingiz mumkin va do'stlaringizga ham informatsiya olish uchun, targ'ibot uchun jo'natishingiz mumkin. Xo'p, aytib o'tganimdek, shu BIMni joriy qilish uchun nimalar qilish kerak? Davlat miqyosida. Birinchi, davlatning o'zini tashabbuslari bo'lishi kerak. Aytib o'tdim buni va qonunchilikdagi majburiy talablar bo'lishi kerak. Standartlar va loyihalashda unifikatsiya qilingan reglamentlar, ya'ni shu xalqaro standartlarni o'zimizga adaptatsiya qilish kerak. Masalan, BIMni qanday tarjima qilamiz? Binoni axborot modelimi BAM bo'lib qoladi. Bu ham to'g'ri kelmayapti. Sizlardan takliflar kutaman. Yozinglar, izohlaydi. Xo'p, yana joriy etishda omillardan eng kattasi bu mutaxassislar yetishmasligi, ya'ni mutaxassislarni tayinlashimiz kerak va darslarni ko'paytirishimiz kerak. Mutaxassislarning malakasini va treninglar bazasini yaratishimiz kerak. Shunga o'xshagan nazariy darslar va ko'proq amaliy darslar qilishimiz kerak bo'ladi. Davlat miqyosida. Va yana bitta katta omil bu qurilish sohasining o'zgarishi va yangiliklarga tayyorligi. Ya'ni qurilish sohasida ham shu BIMni kerakligini tushunishimiz kerak. Va qurilish sohasi talab qilsa, bu ish tezroq va osonroq amalga oshadi. Endi bu fikrlar meni subyektiv fikrlarim. Balki sizlarda yana boshqa fikrlar bordir. Albatta izohlarda qoldiringlar. Balki men noto'g'ri fikrlar aytayotgandirman. Buni ham albatta izohlarda qoldiringlar, birga muhokama qilamiz. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Darsimiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Savollar bo'lsa, albatta izohlarda qoldiring. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Oldindan rahmat. Xayr, sog' bo'ling.